paranormal dunyoda tug'ildi va g'ayrioddiy voqealarga guvoh bo'ldi. Ammo bu mod emas edi. U yerning yakuniga o'xshash, ya'ni Minecraft dunyosining yakuniga o'xshash joyda spawn bo'ldi. Keyin nima bo'lganini video oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Qani unda sizga yoqimli tomosha. Hammaga salom. Bu tungi zona kanali. Bu mening birinchi horror tarjima videoyim. Iltimos like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bu kanal ochilganiga endi 1 oy bo'ldi. Shunday ekan, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. O'yinchi o'z ishini shunchaki odatdagi survivaldan boshladi. Chunki u g'alati hodisa faqat qoyalar deb o'ylagan edi. Ammo u qattiq adashganini hozirchalik bilmas edi. Birinchi paranormal hodisa bu qoyalar bo'lsa, ikkinchisi esa It just does. Wait. It's back. It's back. Okay. Qancha uzoqqa Okay. borsang I ham hear the hech narsaga Freddy erisha guy. olmaysan. Freddy guy Orqaga is qaytish digging. ham befoyda. Where is it? Oldinda faqat zulmat, orqada esa eshikning yopilgani. Where? Go Bro, there. okay. Far I for actually hate this so Bu much. yerda hech It's kim bad. seni I'm kutmaydi about to degani. experience the worst thing. Okay, Ha guys. do'stlar, So just to mantiq let you shuni know, aytadi. it's not- Tarjima mana shu. Man, it's gonna kill Ammo me o'yinchi soon. buni shunchaki bug deb atadi. Va bu uning kelajagi va psixologiyasiga katta xato edi. To our house before it- Endi the biroz same kulgili mistake vaziyatlarni as qarasak. this. Do'stimiz Thank God I don't have mod the o'rnatgan box ekan now. buni You can see it's toshdan oson like buzish that. uchun. I Lekin u messed up so anchagina bad. xato ishlabdi va uni olib tashlabdi. Mana uning qilgan xatolari. Twice. Back again. Oh. It's very good. Do'stimiz Gotta be bolaligida honest. juda I yaxshi dizayner actually bo'lganmi did yo'q everything. bilmadim-u, What the ammo only thing I juda need ajoyib is uyni a survivalda cave. qurib Like, I'm oldi. gonna do here a quick cave. O'yinchi endi bulardan qutuldim deganda, mana bu hodisa birdaniga ro'y berdi. Cave thingy, so like I can go there. So let me do it right now. Mana eshitganingizdek, bu oddiy xato emas. Bu 3-chi paranormal hodisa. Birinchi va ikkinchi hodisalar qanday bo'lganini bilasiz. Uchinchisi esa hozir sizning oldingizda sirli musiqa va fondagi kompyuter xatosi. Bu musiqa shunchaki qo'shiqmi yoki falokat chaqirig'imi? Hech kim bilmaydi. Faqat bitta narsa aniq. Bu xato emas. Bu tashrif. And place some cobblestone here. U aytgan, bu foydalanuvchi 1064-yilda qaytadi. Lekin hozir 2026-yil. U qaytmadi yoki qaytib kelganmi? Bilmaymiz. Faqat bitta narsa aniq. U sizning ekraningizda bu so'zlarni yozgan paytda siz hali tug'ilmagan edingiz. Va u hali ham qaytishi mumkinligi kutilmoqda. 5-hodisa. We can... Hell no! 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 Nah. I'm not gonna do this today. Va chiqqanida chiroqlar yo'q. Hamma joy zulmat. Atrof zulmatga ko'milgan. Torchlar esa o'g'irlangan. A nice house. You didn't have to ruin it for me. Bro, where are the torches? Where are the torches? He's opening doors! Bro! My God. Va guvohi bo'lganingizdek, atrof zulmat, qop-qorong'u, hech qanday yorug'lik yo'q. Faqat bitta eshik o'z-o'zidan ochilib yopilmoqda. Ochilganda ichkariga sovuq esadi, yopilganda esa qichqiriq eshitiladi. Sizning ichingizda nimadir uziladi. Hatto bu nechanchi paranormal hodisa ekani ham esimdan chiqib ketdi. Hisobni yo'qotdim. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chimi? 5-chimi? Farqi yo'q. Tanam bijirlayapti. Qo'llarim titrayapti. Orqamdan muzdek yelka urilgandek bo'ladi. Soat esa allaqachon 22:35. Kechki soatlar. Eng qorong'u vaqt. Eshik hali ham ochilib yopilmoqda. Men 1-qismni shu joyda tugataman. Chunki bundan keyin bilmayman. Agar siz ham shu zulmatni his etsangiz, 20 ta like tashlang. Va shunda 2-qismda eshikning narigi tomonida nima borligini ko'rsataman.
olsam